Yaxşımısınızlar azizlar, hammalarning mush vaqtingiz intayin güzel bo'lsin. Bugun sizlarning nazaringizga kelib kelgan mashinani bilib qolsa, Lexus'ninki ES Liangbay degan mashinasi. Mashinaninki sizlar ko'rayotganda rangi ajoyib kelgan. Ichi aymoshi kelgan. Motor bilan ishini ko'rib o'tinglar, jiq vaqtinglar o'ltamay. Tuqqanlar mushu zopinning ko'rishi uchun bir kishilik asanlik qo'shib qo'yishni unutib qolmanglar. Mashina haqiqatan yangi. Mayli nadin kelib sotib olsanglar, azigiday mashina umumiy ustug'anda losi bo'shigan ahvol yo'q. Butunlay yanban mashina. Motorni o'z ichiga oldi. Mashinaning kamda tug'an tuyquning o'zi bir javob tuqqanlar. Hamida mashina olsam butdi, haqiqiy yangi mashina olsam butdi degichning oldin talishi bo'la oladi. Mana mashinamizning motor quloqlaridan tortib tik etgan ahvol yo'q, almashib ketgan. Şuna nereden kepsete vanlar bütün üstüğanda losu boşuğan bir tal losunu bunda bir olğap sağan ahvallap qalsa kelip ketken iqtizadi zinanını biz tölep bitmiz tuqalla. Həmisi maşini kətdə keyinli bir göstürtən balam. Hakikaten yarım maşina atqalının ki aldın talışı bolalaydı. Maşini kətdə tuqalla. Mişəqici kögən tuqalla. Yürək besişini unutub qalmısanlar deməkçi. Kinki zopunda köşələr qollavatqan barca əzizlər köpdün köp rəhmət sizlərə. Xeyr xoş.